vakillari. Timur Tahirovich Kapadze. Olqishlaringizni ayamaysiz azizlar. G'oliblarga an'anaga muvofiq g'oliblik kubogi topshirilmoqda. Hayajonli o'nlar, qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Дорогие друзья, давайте поаплодируем команда победителей. Ну и, конечно же, эти мгновения нам напомнили моменты, когда наша сборная выиграла путевку на чемпионат мира. Этот исторический момент. И, конечно же, фото на память, которое будет напоминать нам об Olympic Day, об этом прекрасном празднике. Va biz yana bir bor eslatib o'tamiz, ushbu futbol uchrashuvi g'oliblari Olimpiya hamda Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi jamoasi. Yana bir bor olqishlab qo'yamiz azizlar. Olympic Day hammamizga muborak bo'lsin.